Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana aeroport Domodedoga yetib keldik inshaalloh. Ukamni olib Toychoq bilan birgalikda. Endi Domodedo aeroportini stansiyasi 5-etajdamiz hozir. Xudo xolasa mana lift. Mana akam kech qolmaymizmi dedi. Ha aka? Ijolat bo'lmang, kech qolmaysiz. Xudo xolasa inshaalloh hamma yo'q. Arentir olingan dedim. Endi inshaalloh ichkarilarni ham videolarni bu YouTube'ga qo'yaman-da bu videoni xudo xolasa inshaalloh. Ha, bu liftda 3-etaj. 5ga mashinani qo'ydik. 5ga mashinani qo'ydik mana. 3ga tushamiz endi. Mana, azizlar qaranglar. 3-etaj. 3ga qo'yganinglardan keyin mana bunaqasi kirasizlar. Bu yerdan prolyotga o'tgani ham oson. Mashinalar Сигнал GPS найден. Mana azizlar lentadan o'tkazyapmiz. Bu yog'i inshaalloh qaranglar mana. Tepaga chiqsanglar Vıylit aeroportdan belgilanadi. Bu tomonga yursanglar prolyotga borasizlar. Kutib olish zali mana ko'ryapsizlar. Mana prolyot. Bu tomon Vıylit. Azizlar mana kirib keldik. Uralskiy kompaniyadan Samarqandga uchadi. Bu tomonda mana 172 dan boshlab o 176gacha O'zbekiston havo yo'llari bo'ladi. Buning u betida Qanot Sharq kompaniyasi bo'ladi. Ya'ni bugun ertaman hozir soat 7da uchishni boshlaydi. Uchadi xudo xolasa. Soat 3da registratsiyasi bor. Unga ham passajirlarimiz bor. Olib kelamiz xudo xolasa. Qaranglar mana. Nasa ham oson dedim. Bu yerda registratsiya havo yo'llarniki. Bu yerda Uraldiki. Shunday tepaga mayoqqa chiqasizlar. Shunday chiqib ikkinchi etajga. Zeleniy koridor bu yoq. Agar topolmayotgan bo'lsanglar, qaranglar 5-liftga. 5-lift xona. 5-liftdan to'g'ri kelib turib mana tablo. Ponni tablolar qayerdan qayerga uchayapti, hammasi qaysi stokada registratsiya narsalar ko'rinib turadi. Bemalol bilib olsanglar bo'laveradi xudo xolasa. Aka, qalay bo'ldi? Cho'tkimi? Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz, ishonchli aka. Birinchi marta emas u endi, ha aka? Birinchi marta emas. Inshaalloh. Kelamiz aka. Ha. Ishonchli aka. Ha. Ishoninglar, ishonchli. Hujjatida muammosi bor bu yerda ham. Xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazamiz. Bemalol murojaat qilsanglar, xudo xolasa chotki qilib xizmat qilib beramiz. Hozir bu akam kirib ketgandan keyin yana ketamizda adresidan odam olib inshaalloh chotki qilib kuzatamiz qolganlarni ham. Nima dedingiz aka? Ishonchli. Yaxshi. Aeroport Domodedo. Azizlar, qanday maza joylar, ha? Uyga ketish. Uyga ketish mazami? Maza. Ha? Ha? Men sizni ko'rib havas qildim. Bizga ham nasib qilsin sizga o'xshab ketishni. Hammani jo'nataveramiz, lekin biz o'zimiz ketmay yuribmiz-da. Hamma Duo qilinglar, xudo xolasa biz ham borib kelaylik inshaalloh. Ha. Mana akam. Ha aka. Yaxshilikda, xursandchilikda ko'rishaylik, xudo xolasa. Desicho 17-kuni agar kutib olish kerak bo'lsa aytasiz, xo'pmi? Sog' bo'ling. Ichkarida-chi? Mana hona zeleni. Men qarang, ichkarida случайный qanaqadir nimadir bo'lsa, alo deng, bo'ptimi? Davay. Ha, davay, yaxshi. Azizlar, shunaqa xizmatimiz kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Aeroport unuqva. Aka, zo'rmi hamma yo'q? Ko'ngildagidaqami? yaxshi. Uka, sizchi gapirasizmi? Aka, dahshat bo'ldi. Zo'rmi? Uka olyapti videoga.
Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar, qanaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa inshaalloh. Ha. Yaxshimi aka? Yaxshi. Birov nimaga, qayerga, nima unaqa Bunaqa narsa bo'lmadi. bo'lmadi. Xudo xolasa bemalol murojaat qilib. Bular ham samolyot firmada ishlaydiganlar bular ham. Ha, layklab bosaverasizlar, samolyotda ishlaydiganlar. Street